Assalomu alaykum. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello. Hello. Nasılsınız? Zor. Zo'r, iyiyim. Benim adım Abbas Soyderi. Menki Gülgün. Gülgün. Ma'nosini nima bo'lyapti? Gul. Hamisha kulib yuring deganman. Ha, kulib yuradi har doim. O'zi shunaqami rostdan? Hava. Aldamang. Rost. Kimdir asabingizga tegsa, anakonda bo'lasizmi, kobrami? Ikkisan. Ana kuyda. Zahriga qarabman. Ha. Oxirgi marta kimni chaqdingiz? Selbini. Gel, eng radnoyim. Gel. Radnoy, ana jigar. Nimaga urishdingiz? Bayrabiga narsa bermadim. Siz nima berasiz? Haqiqatni aytma. Haqiqatan necha yillik dugonasiz? Shu yerga 6 oylik. kelsam, 6 oylik. Mukofotmi, jazomi? Mukofot. mukofot. Ya. Majburan aytdim mukofot deb. Mana necha foiz o'rgandinglar bir-biringlar? 200. Ana. Sinab ko'ramiz. Telefonning paroli nima? Отчетка. Och olasizmi? Ha? Eng ko'p ishlatadigan so'zi nima? Ulardan. Ular. Ular. Bunda Aytolmayman. gapirishga tilim bor. Lekin haqqim yo'q. Tilim bor, haqqim yo'q. Donnoziki o'ynaydi-da, kela o'yin o'ynaymiz hozir. Ziki. Aha, siz yutqizdingiz. Hozir 3 ta yaxshi so'zlarni aytib, rahmat aytib, seni yaxshi ko'raman deb quchoqlab qo'yishsiz. 3 ta yaxshi so'z yo'q-da buni. Chin yurakdan ayt lekin. Birinchisi. Seni yaxshi ko'raman. Bo'ldi. Yo, yaxshi so'zlarni ayting. Bu juda chiroyli, yaxshi, a'lochi. A'lochi. Sana shuni quchoqlab qo'ying. Voy, ana. Qahva chalib qo'yinglar, qadr yurtdosh. Mana bir-birini ko'rmagan qarindoshlarimiz top berdik hozir bir-biriga. Bunchalar zo'r sanab qo'yasizlar birga. 1 2 3. To'xtab turing. Apama, og'ama, ukamlar Salom salom yo'llamoqchimisiz? yo'llamoqchimisiz? Ma kerak emas ekan masala. O'zim yurtdoshlarim hammaga Urushmanglar, talashmanglar. hammasini yaxshi ko'raman. Xalam Gizba ana qanday radnoyim, asosan shunga salom yo'llayman. Qo'shnilaringiz ham qolib ketdi. Qo'shnilarim, chiqanlarim, klassdoshlarim, qarindoshlarim. Parallel sinfdoshlar. Siz ham boshdan qal. Men mashg'alamda Qemmekcha salom. Qo'shni mushugi qolib ketdi. Aytinglar voy. Ularga ham hammasini. Bunchalar Bunchalar zo'rsan.